Bismillahirrohmanirrohim. Ar-rohalatu yajubunal alam. Dunyoni, to'g'rirog'i sayohatchilar dunyoni sayohat qilib yurishadi. Boshqacha tarjima qilsak, dunyoni sayohat qilib yuradigan tadqiqotchi sayohatchilar. في مستهل القرن الثالث الهجري وما تلاه ظهر لدى العرب فكرة التجوال في الأراضي الوعرة أو وعرة أو الصحراء القاحلة. Hijriy 3-asrni boshlarida va undan keyingi va matalahu degani undan keyingi keladigan yillarda ham arablarda sayohat fikri zohir bo'ldi. Shaharlarda sayohat qilish, kezish fikri zohir bo'ldi, ko'rindi. Rag'ma su'ubati at-tajwal fil aradi al-wa'ira was-sahra al-qahila. Qahila bima'na anaqa behosil sahrolaru o'nqir-cho'nqir yerlarga sayohat qilishni qiyinchiliklariga qaramasdan va adami tawafuri subuli tawasul al-mawjudati haliyan. O'sha paytda mavjud bo'lgan o'zaro at-tawasul aloqaga kirishish yo'llarini mavjud bo'lmasligiga qaramasdan وذلك بهدف رصد ما بها من أعاجيب ووصف الأقاليم وتضاريسها وطبيعة حياة الشعوب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وتدوينها في كتب لاقت إعجاب جميع شرائح الشعب. طيب. وأنا shu narsa birgina maqsadni ko'zlab bo'lganki, rasdi o'sha yerlardagi biha. Tamam, bihadagi ha domir o'sha behosil sahrolaru o'nqir-cho'nqir yerlardagi ajoyibotlardan bo'lgan har xil ajoyib narsalarni kuzatish hadafi, ya'ni maqsadi uchundir. Tamam? Razdun bu yerda kuzatish ma'nosi bo'ladi. Yana ulamo aytdiki, wasfil aqalim, ya'ni iqlimlaru o'sha dunyo relyeflari, ya'ni o'sha joylarini, makonlarini sifatlash uchun sifatlash maqsadi uchungina bo'lgan ana shularning barchasi. Va tabiati hayatiha va wasfi tabiati hayati shu'ubi siyosiyati va ijtimoiy bo'lganda jumla, ya'ni ijtimoiy, to'g'rirog'i siyosiy va ijtimoiy va iqtisodiy va diniy xalqlarni hayotini, tabiatini sifatlashlik maqsadida bo'lgan ekan ana shu narsalar. Va tadviniha, va ularni ana shu siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, diniy ma'lumotlarni qayd etish uchun ham bo'lgan. Nimaga qayd etadi? Fi kutubin, ya'ni xalqlarni, xalq tabaqa, sharoih degani o'sha tabaqa, qatlam ma'nosi bo'ladi-da. Xalq tabaqalarini barchasini ajablanishni topgan kitoblarga qayd etishni ko'zlagan. وكان من بين الرحالة رجال علم ودين وهواة للسفر والترحال وآخرون استهوتهم المغامرة ودفعتهم المخاطرة إلى كشف النقاب عن المجهول من الأراضي والناس. الرحالة aytganimizda nima, sayohat qiluvchilar o'rtasida shunday kishilar bordiki, ilm kishilar, olimlar bor edi. Ilm kishilar deylik, va din kishilari ham bo'lgan ekan. Va yana huvatun lis-safar, safarga ishqibozlari, safarga va aylanishga bo'lgan ishqibozlari ham bor edi ana shu safar qiluvchilarning orasida. Va akharuna, va yana boshqa kishilar ham bor ediki, istahvathumul mughamara. Mughamara degani o'sha sarguzasht ularni o'ziga maftun qilib qo'ygan kishilar ham bor edi.
ودفعتهم المخاطرة إلى كشف النقاب عن المجهول من الأرض والناس. yeru insonlardan noma'lum joylarini, niqoblarini, o'sha ko'rpasini ko'tarishga, niqoblarini ochishga, ularni ana shu o'z hayotini xavf-xatarga qo'yish ularni undadi. وتأتي أهمية الرحلات أو رحلات لكونها مصدرا مهما يعكس صورة الشعوب وعاداتها وتقاليدها ونهضة الدول. طيب. أنا شو sayohatlarni muhim ahamiyati ahamiyati olib boradiki, masdar bo'lishligiga, ya'ni muhim bir masdar bo'lishligiga, shunday bir masdar bo'ladiki, xalqlarni surati, odatlari, an'analari va davlatni tiklanishini aks ettiradigan muhim bir masdar bo'lishligiga borib taqaladi. boradi deylik. Idofatan ila al-bu'd al-jug'rafiy al-murtabati aw murtabiti biha. Unga qo'shimcha ravishda nimaga qo'shimcha ravishda desa, o'sha unga bog'langan geografik uzoqlikka qo'shimcha ravishda. وقد تنوعت الأسباب التي دفعت الرحالة إلى القيام بهذه الرحلات الطويلة، ومن هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر. و در حقیقت o'sha sayohatchilarni mana shu uzun sayohatlarni bajarishga undagan sabablar turli tuman bo'ldi. Va ana shu sabablardan quyida keladigan misollarda bo'ladiki, birinchisi ada'u faridatil hajj. Hajj majburiyatini ado qilish. فكانت هذه المناسبة الدينية فرصة ثمينة للتعارف بين مختلف شرائح المجتمعات الإسلامية. mana shu diniy munosabat islomiy jamiyatlar qatlamlarini turli tuman, ya'ni har xillarini o'rtasida o'zaro tanishuv uchun qimmatbaho bir fursat bo'ldi edi. سواء عبر طريق الحاج أو في المدن المقدسة وهي مكة والمدينة والمدينة المنورة وبيت المقدس. xoh bu o'zaro tanishuv, haj qilish yo'li orqali bo'lsin yoki muqaddas joylarida bo'lsin. Muqaddas joylar qaysida o'zi? Makka va Madinatul Munawwaraga o'xshagan joylarda bo'lsin, farqi yo'q. Savaun, ya'ni farqi yo'q. Va Baytul Maqdisda bo'lsin, farqi yo'q. Bular nima? Al-mudun al-muqaddasa deyiladi. Ikkinchidan ad-da'watu ad-diniyya. Diniy nima? Da'vat. Va kana lil magharibati dawrun muhimmun fi hadhihi ar-rihlat. أذكر منها على وجه الخصوص رحلة الدعاة الفاسيين من الأسرة الكتانية في أواخر القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع نحو إندونيسيا لنشر الإسلام بإحدى جزرها. Mag'ribliklar, ya'ni Mag'ribda yashovchi o'sha marokashliklarning mana shu sayohatlarida muhim bir o'rni bo'ldi. Men ana shu rihlatlardan umumiy ravishda men zikr qilamanki, da'vatchilarni sayohatini, o'sha Fos da'vatchilarini rihlatini zikr qilaman, aytaman, eslatib o'taman. Min al-usratil kataniyati fi awakhir al-qarn al-thamin al-hijri. O'sha hijriy 8-asrni oxirlarida va Indonesiya tomondagi 9-asrni avvali, tamam? Ya'ni hijriy 8-asr oxirlarida va 9-asr avvalgilaridagi o'sha Kataniya oilasidan Fosliklarni
sayohatini zikr qilaman. Tamam, shunaqa ekan. Nima uchun? Linashri hop ular Indoneziya tomonda hop linashri al-islam bi ihda juzuriha. Islomni o'zlarini yarim orollarini birida tarqatish uchun nima qilgan ekan? Sayohatni amalga oshirganda sayohatni qilgan. Sayohatini zikr qilaman deb. Uchinchidan, ar-raghbatu fi talab al-ilm. Ilmni talab qilishiga bo'lgan xohish, rag'bat. ولعل أبرز رحلة في طلب العلم في القرن الثاني الهجري كانت للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة. shoyat ehtimol, ya'ni shoyat tolibi ilm, ya'ni ilmni talab qilishlikdagi, ya'ni o'sha hijriy 2-asrdagi ilmni talab qilishdagi sayohatni eng mashhuri bo'lgandir. Kimniki? Imom bo'lmish Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i 204-yilda o'lgan mana shu imomning safari bo'lgan bo'lishi mumkin shoyat. 4-dan an-nashat at-tijari al-barri wal-bahri wa ma asfara anhu min qisasin ghariba. An-nashat ya'ni faoliyat, tijoriy faoliyat, al-barri tijoriy quruqlik va al-bahri degani dengiz faoliyatlari, tijoratga oid. Hop, va ma asfara anhu min qisasin ghariba. Va ana shu nima? Hop, asfara degani ko'rsatmoqda. Ya'ni qissalar g'aroib, tamam, g'aroib qissalardan ko'rsatgan narsalar ham unga kirib ketar ekan. 5-dan rag'batul hukam fi ma'rifatil buldan at-tabi'a lahum ma'rifatan shamila litusa'idahum fi tartibi dawawinihim al-idariyyati wal maliyyati wa ta'sis al-mudun wa wad'i al-anzimati wal qawanin. Hop, hokimlarni, o'sha hukmronlik qiluvchilarni, hokimlarni deylik, ularga nima tegishli yoki qaram bo'lgan, tobe bo'lgan shaharlarni bilishga bo'lgan rag'bati, u bilishi qanaqa? Shomil, to'la to'kis o'sha bilishga bo'lgan rag'bati. litusa'idahum fi tartibi dawaninihim al-idariyyati wal maliyyati wa ta'sis al-mudun wa wad'i al-anzimati. Hop. Ana shu bilishlari, to'g'ri, ular rag'bati ularga yordam berishi uchun, o'sha bilimlari ularga yordam berishi uchun nimada? O'zlarini idoraga oid yoki idoraga boshqacha tarjima qilsa bo'ladi. O'sha boshqarish desa bo'ladi. Ya'ni boshqarishga oid va pulga oid va nima? Davanin, o'zlarini nima qayd etishni tartiblashlikka yordam beradi. Va yana yordam beradiki, shaharlarga asos solishlikda yordam beradi va tizim va qonunlarni nima qo'yishga, ya'ni qo'yishdi. Qonunlarni qo'yishga ham yordam berishi uchun. 6-dan ar-raghbatu fi iktishafi al-amakin wa mawaqi'a al-buldan wal anhar wa wad'i khara'itiha. O'sha joylarni kashf etishlikka bo'lgan xohish, rag'bat va shaharlarni o'rinlarini va nima? Daryolarni o'rinlarini va ularni xaritalarini qo'yishga bo'lgan qo'yishni kashf etishga bo'lgan rag'batlikdir. Rag'bat, to'g'ri. Va yumkinu tasniful الموضوعات التي تحدث عنها الرحالة إلى 3 تصنيفات وفق الآتي. va sayohatchilar gapirib o'tgan mavzularni sinflashlik mumkin bo'ladiki, 3 sinfga bo'lsa bo'ladi. Quyida keladigan narsaga muvofiq.
التصنيف الأول برنج تصنيف تمثل في مصاحبة رحلة للبحث الجغرافي بغية تحقيق أهداف معينة في مجال البيئة الطبيعية والبشرية. فكان الرحال يدون مذكراته وفقا لاهتماماته بعلم تقويم البلدان. برنج تصنيف تمثل في مصاحبة الرحلة. hop ya'ni geografik tadqiqot uchun sayohatni nima o'zaro hamkorlikda namoyon bo'ldi. Birinchi tasnif. Nima uchun? Bug'yati tahqiqi ahdafin muayyanatin fi muayyan maqsadlarni amalga oshirish istagida. Nimada? Fi majal al-bi'ati at-tabi'iyyati wal bashariyya. Tabiat muhiti yo'nalishida va insoniyat nima sohasida muayyan maqsadlarni amalga oshirish istagida. Fakana bas shu sayohat qiluvchilar o'z qaydnomalariga yozar edilarki, to'g'rirog'i o'zlarini muzakkirat davwana qayd etmoq. Ya'ni sayohatchilar qayd etar edilar o'zlarini nima yon daftar deymizmi, muzakkara degan o'zi zakkara nima eslatdi degan. O'shani o'zlarini daftarlariga yoki de shu xotira nomalariga deymizmi, xotira nomalariga nima qayd etib qo'yishar edi. Nimaga muvofiq? Wifqan lihtimamatihi bi'ilmi taqvimil buldan. O'sha geografik ma'lumotlarini shu ruxsati bilan o'zini qiziqishlariga muvofiq yozib qo'yar. At-tasnif as-sani. Ikkinchi tasnif. ويمثله رحال عشق السفر والتجوال في الأرض إلى حد الاحتراف فاستهوته الحضارة الإنسانية. ikkinchi tasnif. Ikkinchi tasnifni safarga va dunyoni kezishga, yer yuzida o'sha kezishga oshiq bo'lgan bir sayohatchi uni namoyon qiladi. Shu darajadaki ihtirof degani masalan hunarda. Ya'ni hunar darajasiga, o'zini kasbi darajasiga safar to'g'rirog'i uni kasbi safar bo'lib qolganda, shu darajagacha oshiq bo'lib qolgan sayohatchi uni namoyon qiladi. Va bas insoniy sivilizatsiya uni nima qilib qo'ydi? Maftun qilib qo'ygan. فتعرف إلى المجتمعات البشرية المختلفة في عاداتها وألوانها وألسنتها وثقافتها ودياناتها وأسلوب عيشها. بس mana shu safarga oshiq bo'lgan sayohatchi insonlarga oid to'g'rirog'i insoniyat jamiyatlari bilan tanishdi. Turli xil o'sha jamiyatlar bilan. Ularning odatlari, ranglari, tillari, madaniyatlari, diyonatlari va hayot tarzlarini bilan tanishdi. At-tasnif as-salis. Uchinchi tasnif. يشمل رحالين جالوا في البلدان وكتبوا مذكراتهم في نشر العجائب والغرائب. Uchinchi tasnif. Shaharlarda kezgan sayohatchilarni o'z ichiga oladi, o'z ichiga qamrab oladi. Va yana shaharlarda kezgan va o'zlarini xotira-nomalariga ajoyibotlarni tarqatishlikda va g'aroyibotlarni ham tarqatishlik yo'lida o'zlarini xotira-nomalariga yozib qo'ygan sayohatchilarni o'z ichiga oladi. Xoh u quruqlikda bo'lsin yoki dengizda bo'lsin, farqi yo'q. فارتبطت كتاباتهم بالمتعة والتسلية وحكايات السهر إرضاء لشريحة معينة من المجتمع التي تجد في الفكاهة والعجائب متعة وراحة للنفس. ularni kitobat
o'sha ularni maktublari deymizda. Ya'ni ularni maktublari yozib ketgan narsalari bog'liq bo'ldi. Huzurlanishga va ko'ngilxushlikka va tunni hikoyalariga, hikoyalari bilan bog'liq bo'ldi. Nima uchun? Irdaan li sharihatim, muayyan bir jamiyatdan muayyan bir qatlamini rozi qilishlik uchun. U muayyan bir jamiyatni qatlami shunday qatlamki, allati tajidu fil fukahati wal ajaibi mut'atan wa rahatan lin nafs. U shunaqangi jamiyatki, qanaqa fukaha, hangoma shunaqa edi. Hazillashishda va ajoyibotlarda huzurlanish va nafs uchun rohatni topadigan jamiyatda mana shu muayyan qatlamini rozi qilish uchun. Va hadha as-sinf min ar-rihlat qalil. Endi safarlardan mana shu sinfi ozginadir. لإعراض الرحالين العلماء عن التطرف إليه في كتاباتهم المتميزة بالبحث الجغرافي والتواصل والانفتاح على الآخرين. Nima uchun bu sinf o'sha safarlardan bu sinfi kam desa, safar qiluvchi olimlarni o'zlarini ajralib turuvchi qo'lyozmalarida yoki boshqacha tarjima qilsak, o'sha safar qiluvchi, sayohat qiluvchi olimlarni o'zini ajralib turuvchi kitoblarida geografik tadqiqot va o'zaro aloqa va boshqalarga bo'lgan ochiq bo'lish bilan chegaragacha yetib borishdan yuz o'girganliklari uchun. وقد ارتبطت الرحلات قديما بأسماء كثيرة من العلماء كثير من العلماء الذين جعلوا حياتهم في الحل والترحال. Dar haqiqat safarlar, o'sha avvalgi zamon qadimdagi safarlar bog'liq bo'ladiki, hayotlarini bir joydan boshqa bir joyga kezib yuradigan qilib qo'ygan ulamolardan ko'plarini ismi bilan bog'liq bo'ladi sayohatlar. Vala'alla ashharahum Ibn Battuta. Shoyat ularning eng mashhuri Ibn Battuta, al-muqallab bi amir ar-rahala. O'shanu sayohatchilarni shayxzodasi bilan laqablangan. Vallazi badat rihlatahu bidafi'in diniy sababga ko'ra o'z sayohatini boshlagan kishida u. ثم تحولت إلى ترحال في الكثير من البلدان الواقعة في القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، دامت لأكثر من 29 عاما ونصف العام. So'ngra safar qilishga o'zgardi. Uning sayohati, o'sha diniy sababga ko'ra boshlangan sayohati safar qilishga, dunyoni kezishga aylanib ketib qoldi. Fil kasiri minal buldan. O'shani 3 qit'a bor-ku. Afrika, Osiyo, Yevropa qit'alarida voqea bo'lgan shaharlardan ko'plarida safar qilishga aylanib ketib qoldi. damat va davom etdi. Li akthar min 29 aman, 29 yildan ko'proq. Va nisfil am, 29 yarim yildan oshiqroq davom etdi. ثم عاد ودون كتابه الشهير تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. Va o'zini mashhur kitobini ham yozib qo'ydiki, qayd etdiki, mana shu ismli Tuhfatun Nazar fil Gharaib al-Amsar va Ajaib al-Asfar. Va min ar-rahalat al-mashhurin Ibn Jubayr al-Andalusi. Yana o'sha mashhur sayohat qiluvchilardan borki, Ibn Jubayr al-Andalusi ismli bir mashhur sayohatchi bor ekan.
u shunday kishiki allazi za'a saytuhu ba'da qiyamihi bi thalathi rahalat. 3 sayohatni o'sha bajarganidan so'ng uning obro'si tarqagan. Badaha fi shawwali sanatin sanati 578 o'sha 578-yilni Shavvolida boshlagan. Va khatamaha fi shahri Muharram am 581 o'sha 581-yilni Muharram oyida tugatgan. وقد وصف في أثناء زيارته إلى بيت المقدس حالة المحبة والتسامح بين سكان المدينة في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي كان شديد الإعجاب به. ودر حقيقات صفت لدكي وصف قلدكي في أثناء o'zini Baytul Maqdisga bo'lgan ziyorat asnosida sifatladiki halat at-tasamuh al-mahabba shu muhabbat holati va at-tasamuh degani tolerantlik deganida, ya'ni at-tasamuh degani sabr ko'rsatish, sabr matonat ko'rsatishlikni bayna sukkanil Madina shahar aholisi o'rtasida fi ahdi o'sha Salohiddin Ayyubiy asridagi shahar aholisi o'rtasidagi o'zaro sabr matonat ko'rsatdi, sifatladi. Allazi kana shadid al-i'jab bihi. Ya'ni u shunaqangi davr ediki undan juda qattiq ajablangan. Yana bilmadim. Va min ar-rahala aydan al-Idrisi. Yana sayohat qiluvchilardan yana bir kishi borki Idrisi degan. Ahadu wadi'i nawaga mana nun tushib qo'ygan ilmi al-jug'rofiya. Geografiya ilmini qo'yuvchilarini bir, ya'ni asoschilaridan biri bo'lgan Idrisi. Va sohibil ishamat fi ilmi handasa. O'sha geometriya, o'sha handasa ilmiga o'z hissasini qo'shgan sohiblardan biri ham. Idofatan ila al-Mas'udi alim al-jug'rofiya fi kitabihi مروج الذهب. وأخيرا وليس آخرا الرحالة أحمد بن ماجد. bunga qo'shimcha ravishda Mas'udi kishi olim ham bor ekanki, geografiya olimi, o'z kitobida Murujuz Zahab ismli kitobida geografiyani olimi ekanda va oxirida Ar-Rahalatu Ahmad, yana sayohatchi bor ekanki Ahmad ibn Majid, Amirul Bihar, dengizlarni shahzodasi, allazi irtabata ismuhu bil mustakshifi al-Burtugali Vasco da Gama. Uning ismi tadqiqotchi Burtugali bo'lmish Vasco da Gama bilan bog'liq bo'lgan kishidir u. Hina jama'athuma rihlatun hawla ra'si ar-raja'i as-salih. Hop, واكتشفا خلالها الطريق الجديد الموصل للهند. U ikkovlarini bir rihlat jamlagan paytda, u bir rihlat ularni o'sha ikkovlarini jamlagan paytda shu, ya'ni u qanaqa rihlat havla ra'sil ar-raja, ya'ni o'sha raja'us solihni boshining atrofidagi bo'lgan sayohat u ikkovlarini jamlagan paytda, adashmasam ularning ismi bog'liq bo'lgan kishidir. Va u ikkovlari muhimi nima bo'pti? Ochiqlabdiki, kashf qilibdiki, ana shu safarlar asnosida Hindga olib boruvchi yangi yo'lni ochiqlagan ekan. Muhammad Makman bitasarruf va ziyada min maraji' ukhra.